Assalomu alaykum hurmatli kursimiz kuzatuvchilari. Biroz tanaffusdan so'ng mana bugundan boshlab 24-darslik, ya'ni Flatbed yo'nalishida xarita tayyorlash bo'yicha siz bilan yana ko'rishib turibmiz. Xo'p, bugungi darsimizda sizga nimalar o'rgata olaman? Bugungi darsimizda Flatbed yo'nalish bo'yicha xaritani sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz, xudo xolasa. Buning uchun kartadan o'zimizga kerakli joyni har doimgidek aniqlab olishimiz kerak. Ortiqcha narsalarni o'chirib tashlaymiz va xaritadan biroz uzoqlashamiz. Uzoqlashganimizdan keyin o'zimizni videolarimizni amalga oshirishimiz uchun bizga ma'qul, ya'ni qulay joy tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qulay joy sifatida men qayerni tanlasam bo'ladi? Xo'p. Keling, har doimgidek o'zimizda ajoyib bir joyimiz bor, uzun yo'lak. Keling, mana shu joyga taxliymiz siz bilan birgalikda. Agar sizda boshqa variant bo'ladigan bo'lsa, o'zingizning variantlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Yoki o'zingiz xohlagan joyingizda o'sha xaritangizni yaratib olsangiz bo'ladi. Hozir sizga shunchaki kirish darsligi qilib beraman. Xo'p, buning uchun bizga kerakli bo'ladigan narsalar bor, ya'ni bularni birin-ketin sizga joylashtirib, shuni o'zida tushuntirib ketaveraman. Buning uchun biza o'ng tomonda Material Editor, Scan Tray, Inspector hamda Asset Browser bo'limlari ochilgan bo'lishi shart. Bu joydan Asset Browser ochib olamiz. Asset Browser ichida bizda 3D model Flatbed yo'nalishining ichida, faylning ichida bizda kerakli narsa mana shu joyda zina bor mana. Zinani ochamiz hamda DAI formatini mana shu joyga yuklaymiz. Yuklaganimizdan keyin eng birinchi qiladigan ishimiz buni to'g'ri joylashtirib olish. To'g'ri joylashtirish uchun kompyuterimiz klaviaturasida chap tomondagi klaviaturada 1, 2, 3 raqamlari bor. Bu har doimgidek bizga 3 ta funksiyani beradi. Ya'ni 1 joylashni o'zgartiradi, 2 aylanasini, 3 uni razmerini o'zgartiradi. Biz razmeriga tegmaganimiz ma'qul, chunki biz agar razmerini o'zgartirib oladigan bo'lsak, uni buzib qo'yamiz. O'zi standart razmeri bor buni. O'shaning uchun razmeriga tegmaymiz. Biroz aylanasini to'g'rilaymiz va yerga kirgizamiz, chunki bu obyektimiz juda ham uzun. Biz mashinani tepasiga joylashtirsak bo'ladi, bu birinchi variant. Yoki biz mashinani mana bu pastki qismga joylashtirib, buni biroz orqaroqqa tortib qo'ysak ham bo'ladi. Bu ikkinchi variant. Misol uchun mana shunday holatga olib kelamizda, mashinani birinchi qatorga joylaymiz. Yoki bizning ikkinchi variant, pastroq tushiramiz, oldinroq olib kelamiz. Va bizda birinchi zonadagi mana bu zona paydo bo'ladi. Bu o'zimizning ixtiyorimiz. Agar bizga qaysi biri qulay bo'lsa, ana shundan foydalanishimiz mumkin. Men shunday foydalanishni xohlayman, chunki ikkinchi zona juda ham uzun. Endi buni yanada yerga kirgizib olsak ham bo'ladi, lekin bunaqa yo'li ham bor. Bu o'zingizning ideyangizdan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Mana o'zingizga kerakli joyga olib kelib olasiz. Yo'lni boshlanishigacha mana. Demak, tayyor bo'ldi. Yana biroz ichkariroq olib kiradigan bo'lsam, menda zina kaltaroq bo'ladi. Olib kiraman va biroz yer ichiga kirgizib yuboraman. Xo'p, mana taxminan mana shunday holatda bizga yetadi. Mana ajoyib, yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Xohlasangiz boshqacha slaydlar ham bor. Mana shunaqa tepaliklardan tushib keladigan modlarimiz, 3D modellarimiz ham bor. Bularning barchasini sizga Telegramga tashlab qo'yganman. Xo'p, endi bizni qiladigan ishimiz birinchi navbatda sizga bitta narsani ko'rsatib o'tishim kerak. Agar bu narsani ko'rmasangiz, sizda biroz tushunarsizlik bo'lishi mumkin yoki qanaqadir xatolik bo'lishi mumkin. Buning uchun xaritaga bitta mashina olib kira olamiz. Ixtiyoriy, farqi yo'q qanaqa mashina bo'lishi. Keling, mana shu mashinani olib kiramiz. Xo'p. Endi sizga nimani ko'rsatmoqchiman bu yerda? Birinchi tashigan vaqtimizda bu 3D modelimiz shunchaki bizga turib beradi. Atak bundan hech qanaqa foydalanib bo'lmaydi. Ya'ni buni ustidan yurib bo'lmaydi yoki ustiga mashina tashiydigan bo'lsangiz pastga tushib ketadi. Bu vaziyatda nima qilish kerak? F11 tugmasini ochib, bizga keyingi bo'lim, ya'ni inspektor bo'limi kerak. Inspektor bo'limini tanlaganingizdan keyin kerakli obyektni tanlab olasiz. Tanlaganingizdan keyin qiladigan ishingiz visible mesh qilib qo'yasiz. Mana shu narsa 3D modellar bilan ishlashda juda ham ko'p foydalanasiz. Shuning uchun bu narsani nima ekanligini yaxshilab tushunib oling. Visible mesh degani bu mana shu modni qattiq jismga aylantiradi. Hozir bundan oldin soyali jism deb atasak ham bo'lardi. Ya'ni bunga tekkanda hech narsa sodir bo'lmasdi. Endi bu uje qattiq jism bo'ldi. Shu o'rinda yana bitta narsaga chalg'ib qolmang. Bu narsani hozir men yana tekshiradigan bo'lsam, hali ham
visible mesh qilishimga qaramasdan hali ham ichiga kirib ketyapti. Chunki bu sozlamalar hali saqlanib bo'lgani yo'q. Qachon saqlanib bo'ladi? Men F11 dan chiqib ketsam yoki buni saqlanib qilsamgina saqlanib bo'lishi kerak. Demak, F11 dan chiqishimiz kerak ekan bir marta. Mana mashinani olib chiqaman, F11 dan chiqaman. Bo'ldi, mana bu uje qattiq jismga aylandi. Mashina borib bunga urildi. Xo'p, demak tushundingiz. Mashinani o'chirib tashlaymiz. Endi bizga kerak emas. Nima ekanligini tushunib oldingiz eng muhimi. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz mashina bu joydan tushadi. Tushgandan keyin chap tomonga qarab yurishni boshlaydi. Yurishni boshlagandan keyin bizda nima chiqishi kerak? Speed bump chiqishi kerak. Endi speed bumpni qo'shishimiz uchun 3D modellarning ichida flatbed ichida speed bump bo'limi bor yoki speed bump animatsiya degan bo'limi ham bor. Agar xohlaganingizni tanlab olasiz. Bunisi animatsiyali, ikkinchisi oddiy flatbed hisoblanadi. Hop, buni tanlaganingizdan keyin har doimgidek o'zimiz ishimizni 1 2 3 raqamlari orqali o'zimizga kerakli sozlamaga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi markazni aniqlab olsak, xudo xolisa qolgani oson bo'lib ketadi. Har bitta tayyorlagan modelingizni imkon qadar yaxshiroq yaqindan ko'rib, har bitta detalga e'tibor berishingizni maslahat beraman, chunki ertaga bu narsada bir marta emas ko'p ishingiz tushadi. Mana shu tayyorlagan xaritangizni siz bir necha bor foydalanishingiz mumkin. Yana bu joyda ham xuddi shunaqa collision mesh turibdi. Bu joyda ham ikkalasini visible mesh qilib qo'yasiz. Visible mesh qilganingizdan keyin buni teksturasini xohlasangiz o'zgartirsangiz bo'ladi. Buning uchun material editor bo'limiga o'tib from scan selection ni bosasiz va shu joyda papkani ustiga bosib o'zingizga kerakli bo'lgan anularni teksturalarni tanlab olsangiz bo'ladi. Endi bu animatsiyali tekstura bo'lgani uchun o'zida qolaveradi. Mana bu joydan color bo'limidan biz o'zimizga kerakli rangni qo'ysak bo'ladi. Misol uchun oq rangi o'rniga bizga qandaydir bir rang qo'yib beradi. Bu narsani xohlagan rangimizga qo'yib olsak bo'ladi mana. Xo'p, bizda speed bump tayyor bo'ldi. Buni qattiq jismga aylantirdik. Keyingi qiladigan ishimiz, xo'p, bu narsani yopib qo'yamiz. Keyingi qiladigan ishimiz speed bumpni tanlaymiz. Speed bumpdan endi nusxa ko'chirish kerak. Nusxa ko'chirish uchun sichqoncha qo'limizdagi chap tomondagi klaviaturadan shift tugmasini bosamiz. Biror bir strelkani ushlaymiz va nusxasini ko'chiramiz. Nima uchun biz aynan nusxasini ko'chirmoqchimiz? Chunki bunga tayyor tekstura berilgan, rang berilgan, sozlamalar, katta kichiklik sozlamalari hammasi o'z joyida. Shuning uchun biz to'g'ridan-to'g'ri mana shu o'zidan nusxa ko'chirib qo'ya qoldik. Xo'p, nusxa ko'chirganimizdan keyin mana shu ikkinchi ishimiz tayyor bo'ldi. Speed bump qo'yildi. Endi speed bump qo'yilgandan keyin biz chuqur kavlab olishimiz kerak. Chuqur kavlashimiz uchun bizga kerak bo'ladigan narsa bu Terrain Tools bo'limi. Terrain Tools bo'limidan biz yerni kavlash funksiyasini yoqamiz. Mana bu yerni ko'taradigan bo'lsa, mana bu yerni kavlaydi. Biz o'zimizga qulay tarzda kamerani joylashtirib olishimiz kerak. Chunki biz nima ish qilayotganligimizni kuzatib borish uchun. Xo'p, taxminan mana shu joylardan chuqur qaziymiz. Chuqur qazishda ham bir narsaga e'tibor bering. Sichqonchani roligini agar aylantiradigan bo'lsangiz, orqa tomonga kichrayadi. Kengaytirmoqchi bo'lsangiz, oldinga qarab aylantirishingiz kerak. Mana shu holat normal hisoblanadi va bir marta bosamiz. Xo'p, ko'payib ketdi. Orqaga qaytamiz. Endi sal tezroq bosamiz. Bir marta bosdim. Xo'p, chuqurligi taxminan yetadi. Bu narsani yana aniqlab olish uchun bitta mashinani yurg'izib ko'rsak bo'ladi bu joydan. Erinmang. Boshlanishiga mana shunaqa narsalarda har birini tekshirib ishlaganingiz yaxshi. Ertaga xato bo'lgandan keyin bu narsani to'g'rilash juda ham ishni ko'paytiradi. Chunki bu yerni tekslagandan ko'ra biz Ctrl Z tugmasi orqali orqaga qaytganimiz yaxshi hisoblanadi. Shuning uchun xatoliklarni hammasini siraza joyida bartaraf etib ketishimiz kerak. Xo'p, mana chuqur tayyor. Mashina tayyor. Hop, o'tishi normal. Sal sekinroq o'tsa yoki kattaroq mashina qo'ysa yetadi. Agar juda ko'nglingiz to'lmasa, F11 ni bosasiz, yaxshiroq kelib olasiz deyman shu chuqur joyga. F11 ni bosasiz, yerni ko'tarish funksiyasini bosasiz
biroz kichkinlashtirasiz. Kichkinlashtirganingizdagi mana shu joyni sal ko'tarib qo'ysangiz, xullas sal ham tushirasiz, kichkinroq qilasiz, ko'tarasiz, tushirasiz, xullas o'zingizga kerakli tarzda shunday qilib sozlab olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, menimcha yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Chuqurlik hammasi o'z o'rnida. Bu narsani yana katta razmerni o'zidek qoldim. Sababi bizga yana bitta chuqur kerak bo'ladi. Ikkinchi chuqurni kavlash joyimiz taxminan mana shu joylardan greta bir 4 ta 5 ta mashina oralig'ida yana bitta chuqur kavlashimiz kerak. Bu narsani ham kavlab qo'yamiz. Hozir bizda chuqur kavlashda emas ekan. Xo'p, mana chuqurni kavladik. Bizda endi ikkita chuqur tayyor bo'ldi. Endi bularniga nima joylashtiramiz? Birinchisiga albatta lava, chunki mashina yonib ketishi kerak. Ikkinchisida suv qo'yamiz, ya'ni mashinani o'chirish uchun. Xo'p. Qo'yishimiz uchun bizga har doimgidek asset browser kerak. Asset browser oynasining ichidan lavani ochamiz. Lava 3-raqamli lavani shu joyga joylashtirib, hop, buni razmerini to'g'rilaymiz. Avval markazga olib kelib olamiz. Markazga olib kelganimizdan keyin inspektor bo'limiga o'tamiz va o'zini standart razmeri birda turibdi. Buni 0,1 ga tushiramiz. Va ikkinchi o'q bo'yicha ham xuddi shunaqa 0,1 ga tushiramiz. Demak, yetarli. Tashqariga chiqaradigan bo'lsangiz ham uje anchagina kichkina va siz kichaytirib biroz pastroq tushirib qo'ysangiz, uje mana lava tayyor bo'ldi. Dumaloqqina chiroyli lava. Hop, ikkinchi qiladigan ishimiz endi suvni qo'yish. Suvni BMG Drive o'yinining ichidan qo'shsak bo'ladi. Suv belgisini tanlaymiz. Shunchaki mana shu joyga bitta suv belgisini bossak, bizda mana kattagina suv hosil bo'ldi. Keyin qiladigan ishimiz Object Select o'tib, suvni tanlab biroz yuqoriroqqa ko'taramiz. Ko'targandan keyin suvni sozlamalarini to'g'rilab olishimiz kerak. Bu joyda misol uchun suvning rangini to'g'rilaymiz. O'zimizga qaysi rang kerak bo'ladigan bo'lsa, mana anchagina suvga o'xshab qoldi. Bu joydan suvni standart razmeri 100 bo'ladigan bo'lsa, biz uni 5 barobar kichiklantirishimiz uchun 20 razmerga tushiramiz. Mana 20 razmerga tushdi. Endi qiladigan ishimiz suvni rangini biroz to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Biroz suvga yaqinroq borib olamiz. Suvni tanlaymiz. Hozir bu joyda juda ham to'lqin yuqori. Endi to'lqinlarni kamaytirib buni suvni yaxshi harakatlanadigan, ya'ni silliq harakatlanadigan holatga keltiramiz. Mana shu joyni 0 qilsak ham menimcha bo'ladi. Xo'p, suvni har xil sozlamalari bilan o'zingiz ko'rib chiqasiz. Suvni to'g'risi o'zim ham juda zo'r tushunmayman mana shu joyni. Chunki nimanidir oshirib olsangiz rangi o'xshamay qoladi. Xullas shunaqa muammolar juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun mana suvni rangini tanlagandan keyin ikkinchisi bo'limlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Demak, bu to'lqin ekan. To'lqinni umuman o'chirib qo'yamiz. Keyin qiladigan ishimiz, hop, suvni bu yorug'lik ekan. Yorug'ligini biz 0 ga tushirib qo'yamiz. Suv demak hech qanaqa yorug'lik kerak emas bizga. Shu joyni 0,1 qilsak ham bo'ladi. Biroz suv harakatlanib turadi yoki 0,5. Hop, mana suv to'lqini. Hop, keyingisi bizda kerakli bo'limlardan mana bu wet darking bo'limi ham suvni anchagina chiroyli ko'rinishga olib keladi. Keling, buni razmerini biroz teparoqqa chiqarsak nima bo'ladi? Hop, mana. Hop, juda ham xunuk narsa bo'lib ketar ekan. Demak, bizga bu kerak emas. Buni ham biz 1000 ga tushirib qo'ysak yetadi, ya'ni biroz rangini oshirib beradi. Xo'p, bizda suvni sozlamalar mana shu holatda qolsa ham yetadi, chunki suvni sozlamasi juda deyarli ko'rinyapti. Ya'ni suvligini bilolsak bo'ladi bemalol. Xohlasak suvni biroz teparoq ko'tarib qo'yamiz. Mana shu holatda tursa, demak, yetadi. Suvni yana tekstura berib yoki boshqa ish qilib ranglarini o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Buni keyingi darslarda yana ko'rib chiqamiz. Asosiy ishimiz mana shu joyda
suv bilan tugaydi, chunki bu suvga qo'shimcha sozlamalarni kiritish alohida mavzu, chunki bu mavzuni juda ham zo'r o'zim ham o'zlashtira olmaganman, chunki juda ham sozlamalari ko'p, funksiyasi ko'p demoqchiman. Xo'p, bu narsani qo'yib olganimizdan keyin bizga kerak bo'ladi. Xo'p, qandaydir mana shu joyda kreativroq yondashishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz o'rtaga qandaydir to'siq qo'yamiz. Bu to'siq nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Misol uchun, bizda o'yinimizning ichida hozir ko'raylik nimalar bor. Mana bu joyda har xil BMG Drive o'zining tegishli materiallar bor. Mana shu materiallardan foydalangan holatda biz qandaydir bir to'siq o'ylab topsak bo'ladi. Misol uchun, svetofor qo'yishimiz mumkin. Svetofor ketiga yoniga mana bunaqa stop znak qo'yishimiz mumkin. Stop znakdan keyin mana bu ko'tarilib tushadigan obyekt bor bizda. Xo'sh, qani edi? Baryer. O'zbekcha nomini eslolmadim. Mana shu narsa bor. Shularni qo'yishimiz mumkin.